Odamlar sivilizatsiyalar abadiy yashaydi deb o'ylashadi. Lekin Oswald Spengler bunga butunlay qarshi edi. Uning fikricha, har bir sivilizatsiya tug'iladi, o'sadi, qariydi va oxir-oqibat yo'q bo'ladi. Bugun biz 20-asrning eng bahsli, eng ta'sirli falsafiy asarlaridan biri, Yevropa quyoshining so'nishi haqida gaplashamiz. Oswald Spengler 1880 yilda Germaniyada tug'ilgan faylasuf, tarixshunos va madaniyatshunos edi. U g'arb jamiyatining kelajagini oldindan ko'rishga harakat qilgan. Birinchi jahon urushi tugagandan so'ng u o'zining eng mashhur asari Yevropa quyoshining so'nishini nashr qildi. Kitob darhol Yevropani larzaga soldi. Chunki unda Yevropaning kelajagi juda qorong'u tasvirlangan edi. Spenglerning fikricha, tarix bu oddiy sanalar ketma-ketligi emas. Tarix bu tirik organizmlar kabi yashaydigan madaniy tanalar majmui. Har bir madaniyat tug'iladi, shakllanadi, gullaydi va oxirida qulaydi. Spengler sifatida Yevropa Faust madaniyati deb atalgan. U jasorat, ochiq koinotga intilish va shaxsiy erkinlikka tayanadi. Ammo bu madaniyat ham bir kun o'z tabiiy umrining oxiriga yetadi. Spengler madaniyatning 4 asosiy bosqichini ko'rsatadi. 1. Tug'ilish, diniy kuchlar, chuqur ma'naviyat. 2. Rivojlanish, ilm-fan, san'at, madaniyatning eng yuqori cho'qqisi. 3. Qarish, texnika kuchayadi, lekin ma'naviyat susayadi. 4. Sivilizatsiya davri, eng xavfli davr, urushlar, imperiyalar, iqtisodiy tanglik. Spengler Yevropani aynan shu so'nggi bosqich, sivilizatsiya davriga kirgan deb hisoblagan. Spenglerning fikricha, Yevropa 20-asrning boshidayoq qarish bosqichiga kirgan edi. U buni quyidagilar bilan isbotlaydi. Insonlar ma'naviyatdan ko'ra texnika va boylikka qiziqadi. Demokratiya kuchayadi, ammo aslida moliyaviy elita boshqaradi. San'atda ilhom o'rnini tijorat egallaydi. Davlatlar o'rtasidagi raqobat urushlarga olib keladi. Spenglerning eng keskin fikri, bu g'arb dunyosi o'zining tarixiy missiyasini tugatdi. U Yevropa quyoshining sekin-asta so'nishini bashorat qildi. Bugungi kunda ham Spenglerning g'oyalari dolzarb. Geosiyosiy kuchlar o'zgarmoqda, yangi markazlar paydo bo'lmoqda, g'arb esa ichki bosimlar bilan kurashmoqda. Ba'zilar Spengler haqiqatni ko'rgan deb hisoblaydi, boshqalar esa uni pessimist faylasuf deb ataydi. Ammo bitta narsa aniq, Yevropa quyoshining so'nishi tarixni boshqacha ko'rishga majbur qiladigan asar. Bu asar sizni o'ylashga majbur qilsa, demak maqsadga erishdik. Kanalga obuna bo'ling, davomida yana falsafa, tarix va sivilizatsiya haqida videolar kutadi.